2025-yil yakunlanib, 2025-yil uchun soliq va moliyaviy hisobotlar hamda statistika hisobotlar topshirish muddatlari yaqinlashib kelmoqda. Jumladan, buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari 1-martga qadar moliyaviy hisobotlarni topshirishlari majburiy hisoblanadi. Ushbu moliyaviy hisobotlar sizni korxonangizdagi jami ma'lumotlarni umumiy ko'rsatib beradi. Sizni yuborayotgan ushbu moliyaviy hisobotlaringizda tovar moddiy boyliklar qoldig'i, asosiy vositalar, amortizatsiya, pul mablag'lari, majburiyatlar, sizni undiradigan debitorlaringiz hammasi to'liq aks ettirilganligi hisobiga soliq organlari ushbu ma'lumotlardan foydalanib, sizni korxonangizda umumiy kameral tekshiruvdan oldingi tahlil sifatida foydalanishi mumkin. Shu sababli hisobotlarni tuzayotganda ma'lumotlarga e'tiborli va ahamiyatli bo'ling. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, aylanmadan olingan soliqning qat'iy stavkasi asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlari 2025-yil yakunlari bo'yicha hech qanaqa moliyaviy hisobotlar topshirmaydi. Agar yillik moliyaviy hisobotlarda qanaqadir savollar yoki muammoli masalalar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni moliyaviy hisobotlar bo'yicha ma'lumotlarni o'z Telegram kanalimizga qo'yib boramiz.